Tamam. Musobek akajon, siz bo'lasizmi? Akajonim, ahvollaringiz, kayfiyatlaringiz a'lomi? Yaxshi, rahmat. Siz bizni yaqin insoningizga o'xshatib yubordingiz. Akajon, sizni ayni damda O'zbekistondan bezovta qilib turibman. Ayni damda tug'ilgan kun tabriklari loyihasidan. Rahmat. Salomat bo'ling. Bugungi Allohimga ne'mat, Habibimga ummat bo'lgan shukronalik, shodiyonalik ayyomlaringiz bilan tabriklayman. Rahmat. Salomat bo'ling. Alloh uyingizga nur, qalbingizga huzur, oilangizga baxt, o'rningizga taxt, ishingizga omad, qo'lingizga daromad, yaqinlaringizga quvonch, bir-biringizga ishonch ato etsin ilohim. Rahmat. Salomat bo'ling. Akajon, musofirlik qiyin emasmi? Qiynalmayapsizmi? Hammasi joyida. Albatta. Albatta baribir O'zbekistonimizga yetmaydi-ya. Albatta, ota-ona sog'inchi, farzandlar, oila hammasi o'tib ketadi albatta. Albatta. Yigit boshingiz egilmasin. Qayerda bo'lsangiz ham sog' salomat bo'lsangiz bo'ldi. Tavallud ayyomlaringizni yaxshi o'tkazyapsizmi? Zo'r bo'ladi. Albatta, mana shunday bo'lsin albatta. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz uchun yanada shukuh, yanada esdalik sifatida bizni loyihamizga tabrik so'zlar, tabrik maktublar, dilnomalar yetib kelgan ekan. Bu yaqin insoningiz kimda bo'lishi mumkin? Sizga kim bunaqa tabrik so'zlarini yuborgan bo'lishi mumkin? Endi bilmasam, endi opamlar bo'lishi mumkin. Albatta. To'g'ri. Albatta, juda ham to'g'ri taxmin qildingiz. Sizni yaxshi ko'rguvchi yaqin insonlaringiz hamisha sizni eslab, qadrlashib, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklashadi. Sizni bilasizmi, juda ham chiroyli so'zlar bilan, qanaqadir dilimizga larzaga keltirguvchi so'zlar bilan opajoningiz Nodiraxon opa eslamoqdalar. Ilohim, Nodiraxon opa, bilasizmi sizni qanchalik ta'rifladilar? Bir ukaga yetgudan ham ortiq bilan tabriklab qo'ydilar. Bunaqa qadrdonchilik, jigarchilikni to'g'risi yaqin orada ko'rmagandim. Albatta, qarang, qanaqa baxtli insonsiz. Juda baxtli insonman. Albatta, juda ham havasim keldi. Qarang, sizni Nodiraxon opangiz ko'z yoshlari bilan bizga yozgan juda ham chiroyli bo'lgan tabrik so'zlar yetib kelgan ekan va bu tabrik so'zlarga sizning jiyanlaringiz Mahliyoxon, Shahliyoxon, Akmal, Muhammad Alilar ham tog'ajon deya qo'shilishgan ekanlar. Rahmat hammasiga. Salomat bo'lsin. Baxtingizga salomat bo'lsin ilohim. Opajoningizni tabrik so'zlarini sizga chiroyli tarzda o'qib eshitirsam maylimi akajon? Vaqtingiz bormi? Vaqtim bor. Rahmat, salomat bo'ling kattakon. Kunda holim so'ragan ukam. Ko'nglimga qaragan ukam, bu dunyoda borliging yaxshi, ukalikka yaragan ukam. Yurishlari dadamdan yuqqan, doim meni tushunib uqqan. Onam seni yaxshiyam tuqqan, jigarlikka yaragan ukam. Ukam bor deb quvonib o'sdim. To'ldirasan bo'lsa kam ko'stim. Meni sira sotmagan do'stim, jonim ukam, mehribon ukam. Xato qilib tushsam tuzoqqa, yaqinlarim ketdi uzoqqa. O'zing qolding bosib quchoqqa, ukalikka yaragan ukam. Assalomu alaykum. Bu dunyoda ishonganim, suyanganim, jon jigarim, ukajonim. Seni bugungi Allohimga ne'mat, Habibimga ummat bo'lgan shukronalik, shodiyonalik ayyoming bilan tabriklayman. Dilimdagi senga atalgan tilaklarim, ezguliklarim shunchalar ko'pki, qay biridan boshlashni bilolmay hayronman. Allohim umringni sermazmun ziyoda qilsin. Yaratgan Robbim joningni har yerda omon saqlasin. Allohimning panohida bo'lgin. Umring davomida shunday baxtli kunlaring ko'p bo'lsinki,
mana shu baxtli go'zal kunlaringda bag'ri butunlikda yoningda bo'lmoqlikni Allohimdan so'rayman. Qilayotgan barcha ishlaring o'ngidan kelib, Allohim o'zi qo'llasin seni. Omad hamisha hamrohing bo'lsin. Topganingga Allohim fayzu barakatlar berib, saxovatli zakot beradigan boylar qatorida bo'lgin. Muqaddas Makka-yu Madina ziyoratlariga borib bekamu ko'z ado etgin. Ukajonim, o'ylagan barcha xayrli niyatlaringga yetib yurgin. Ilohim farzandlaringning rohatini ko'rgin. Shu kungacha ko'rgan barcha tashvishli chiroyli kunlaring albatta hammaligi juda ham yaxshi bo'ladi. Inshaalloh bu tug'ilgan kuningni musofirchilikda o'tkazayotgan ukam, bundanda chiroyli ulug' kunlaringni, tavallud ayyomlaringni inshaalloh O'zbekistonga kelganingda bundanda chiroyli qilib o'tkazamiz. Men sen bilan faxrlanaman ukajon. Doimo mana shunday mard, jasur bo'lgin. Qiyinchiliklarni mana shunday tarzda yengib o'tgin. Hali hammasi oldinda. Inshaalloh jiyanlaringni to'ylarida tog'a bo'lib turishingni nasib qilsin ilohim. Seni juda ham yaxshi ko'raman ukajon. Ilohim, har doim o'zingni ehtiyot qilgin. Seni joning biz uchun juda ham muhim. Sog' salomat bo'lgin ilohim ukam. Baxtimga bor bo'lgin deya opajoningiz Nodiraxon opa mana shunday tabrik so'zlarini yakunlabdilar akajon. Rahmat. Salomat bo'ling. Sizda shunaqangi chiroyli fursat bor. Albatta opangizga, jiyanlaringizga aytmoq bo'lgan so'zlaringiz, niyatlaringiz, oila a'zolaringizga aytmoq bo'lgan gaplaringiz bo'lsa, marhamat. Hammasiga sog'lik, omonlik tilayman. Hammasiga rahmat. Ilohim. Hayajondanmi bu yo xursandchilikdanmi? Hammasi. Hammasi, albatta. Siz juda ham yaxshi insonsiz. Bilasizmi, bolam, oilam deb yurib, musofirlikda yurgan akalarimizga Allohim o'zi shunaqangi barakalarini beradiki, u barakani siz inshaalloh o'ngida, so'ngida olasiz inshaalloh. Ilohim. Xursand bo'ldingizmi? Albatta. Qarang, sizga bog'lanish juda ham qiyin bo'ldi. Albatta bu texnik sabablarga ko'ra. Shunaqa chetda ishlaydi-da, Telegram juda ham opajoningiz iltimoslarini sizga yetkazib qo'yishim juda ham zarur edi, chunki rahmat sizlarga. Salomat bo'ling. Ilohim rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Musofirlikda qiynalmay, yigit boshingiz egilmasin hech qachon. Ilohim yanaga shu bugungi tug'ilgan kunlaringizda O'zbekistonda bo'lib turing, ha? O'zi hech qachon tug'ilgan kunimda chetda bo'lmaganman, shu safar bo'ldim. Albatta, mayli, hech qisi yo'q. Bu kunlar o'tib ketar. Qayda bo'lsangiz ham, qayerda bo'lsangiz ham, qanday vaziyatda bo'lsangiz ham, Allohim mana shu bugungi kunni sizga hadya etdi. Chiroyli kun albatta, to'g'rimi? Har bir kunimiz biz uchun hadya. Shunday xursand bo'lgan bo'lsangiz, biz ham juda ham xursandmiz. Opajoningizga bizga ayta olmagan gaplaringizni albatta o'zlariga ham chiroyli tarzda yetkazib qo'yasiz. Opajoningizni ko'ngli, sizni ko'nglingiz to'lgan bo'lsa, biz bundan-da xursandmiz. Ilohim, niyat qildim. Mana shu yilda ushalmagan barcha ezgu niyatlaringiz yangi yilda ushalib, Allohim baytiga chaqirib, ilohim yanagi shu bugungi kunlarga sizni Hoji ota deya tabriklab turayin. Xudo xohlasa. Amin. Salomat bo'ling. Tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazib oling. Bezovta qilgan bo'lsak, uzr. Xo'p bo'ladi. Salomat bo'ling. Xo'p. Narvonim bo'lib og'ir yuklarimga karvonim bo'lib oyni quchgim kelsa narvonim bo'lib og'ir yuklarimga karvonim bo'lib
teng mening ukam, dadamdayin bag'ri keng mening ukam. O'ziga dard kelsa ko'nib ketadi, mening dardim uchun sinib ketadi. O'ziga dard kelsa ko'nib ketadi, mening dardim uchun sinib ketadi. Qasam dadam isi kulib ketadi, qadri osmonlarga teng mening ukam, dadamdayin mehribon mening ukam. Qadri osmonlarga teng mening ukam, dadamdayin mehribon mening ukam. Onamning quvonchi jonim madori, opa singillarim g'ururi ori. Onamning quvonchi jonim madori, opa singillarim g'ururi ori. Yaratganga shukr, yaxshi ham bor. Suyansam akaday tog' mening ukam, beminnat mevali bog' mening ukam. Suyansam akaday tog' mening ukam, beminnat mevali bog' mening ukam. Yuragi osmondek, mehrichi dengiz, jigarlar birlashgan, joyi bir ildiz. Yuragi osmondek, mehrichi dengiz, jigarlar birlashgan, joyi bir ildiz. Har nedan qadrli, har nedan aziz, qadri osmonlarga teng mening ukam, do'stlariga vafodor mening ukam. Qadri osmonlarga teng mening ukam, do'stlariga vafodor mening ukam. Borsam quchog'ini ochib turadi, mehrini yo'llarimga sochib turadi. Borsam quchog'ini ochib turadi, mehrini yo'llarimga sochib turadi. Otam o'yin obod qilib yuradi, qadri osmonlarga teng mening ukam, doim xudo yor bo'lsin jonim ukam. Qadri osmonlarga teng mening